Assalomu alaykum. Biz bugun AI orqali qilingan Telegram botni ko'rib chiqamiz. Replit orqali qilingan. Men buni menimcha firmalarga tashlab qo'ydim ssilkasini. O'z internet saytiga ishlashi mumkin. Buni o'zi start qilsa bo'ladi, hamma narsasini qilsa bo'ladi. Bunaqa AI'lardan ko'p. Har xili bor, Firebase bor. Firebase bilan qilganman, CRM qilganman. Bu narsani dizayn olsa yaxshiroq. Misol uchun Firebase'ni ko'ramiz. Men hozir bog'chani CRMni qilaman. Mana shuni ko'rib chiqib, bog'chanikini qilaman yaqinda. Hozir ochsin. Kodni ko'rishib bosoramiz. Bunda ham kodni ko'rsa bo'ladi. Bunda Online Visual Studio kodi bor. Bunda o'ziniki bo'ladi. Internet saytiga ishlatganiga ishlamayapti yaxshi. Hozir bo'lishi kerak, hozir buni ko'ramiz. Kodam chiqyapti. Bo'lmasigan yoki hammasini ko'raylikchi. Mana bu bo'lmasa. Mana bu CRM. Birinchi shu CRMni ko'raylik, keyin botni ko'ramiz. Naqasga ko'rib turamiz. Kodni kirgizamiz, o'zi avtomatik kirib ketadi. Shu kodni kirgizgandan keyin bu next qilingan bo'lishi kerak. Next TypeScript ikkalasi qilingan. Men bu narsani Replit bilan qilganim bor. Replit bilan qilganni sotib olish kerak, Pro versiyasini. Shunga bu yerdan qidirsa bo'ladi o'quvchilarni. Keyin davomat bor. Sal sekin ishlaydi, chunki hozir realniy backend yo'q. Shunga keyin bu yerga belgilasa bo'ladi. Kelmagan, sababli kelmagan shularni belgilab chiqsa bo'ladi. Keyin spravka deb yozsa bo'ladi, sababli. Keyin ota-onasiga сообщение boradigan qilsa bo'ladi Telegram orqali. Keyin har oyligi, har kunligini skachat qilib olsa bo'ladi bu yerda. Keyin to'lov kirgizsa bo'ladi. Spravka borlarikini o'sha kunlarni ayirib tashlaydi summani. Misol uchun to'lov qilamiz desak, o'quvchilarning hammasi chiqadi. Hali buni guruh bilan chiqadigan qilsa ham bo'ladi. Misol uchun 250 deymiz. Bo'ldi, qo'shildimi bilmayman. Chunki bu hozir saqlanmayapti ma'lumot. Qarzdorlik ham deb chiqadi. Keyin guruhlar qo'shsa bo'ladi. Men zip ham qo'ya olmadim. Shuni o'zim ko'taraman noldan yaxshilab. Keyin buni qo'shsa bo'ladi, guruhlarni, keyin o'qituvchilarni qo'shsa bo'ladi. Keyin batafsil ma'lumot olsa bo'ladi. Shu o'quvchilar haqida shu guruh bo'yicha. Mana ismini o'zgartirsa bo'ladi, etagidagi. Endi o'qituvchilar davomati bu. Ishdamas deb belgilasa bo'ladi. Sababsiz. Keyin ism, familiya o'chirib yuborsa bo'ladi. Hammasi shunaqa. Keyin bu kommentariy. Misol uchun shu yaxshi o'qiyapti, shunaqa deb qo'ysa bo'ladi. Keyin sozlamalarga kiramiz. Sozlamalarga kirib admin panel kodini o'zgartirsa bo'ladi, bot token qo'ysa bo'ladi. Keyin dark mode, light mode lari bor. Bosh sahifaga o'tib, mana summalar qo'shilib ketaveradi. Keyin kim kelmadi shular haqida ma'lumotlar ham bor ekan. Bu yerda to'lov qilganlar bor ekan. Bu yerda statistika edi. Anchadan beri video chiqarmadim. Keyin o'quvchilar ham bor. Bugungi shu jami
oylik to'lov, davomat hammasi bor. Internet yaxshi ishlamayapti. Replit ko'proq internet oladi. Xudo xohlasa keyingi safar hozir ishlasa hozir ko'ramiz bu yerda. Bo'lmasa keyingi safar ko'ramiz buni. Men o'zim videosini chiqaraman buni. Atak qilib bo'lingan. Boshqa akkauntim bilan ham qilib qo'ydim. Hozir boshqasini ko'ramiz. 2-3 xil qilib qilingan. Bunda ham yo'q. Hozir 3-chi akkauntdan ko'ramiz. Menimcha bunda ham yo'q. Ko'ramiz hozir. Bu eski variant, yangi variant emas. Eski variant. Bu eski variant menga yoqmagan. Buni ko'rsatmayman. Mana shu yangi variantni keyingi safar ko'rsatdan ta'kidlash kerak edi internetda. Mana. Bu hozir zip bo'lmas. Hozir buni Xudo xohlasa keyingi safar shu botni o'zini ham videoga olib qo'yaman. CRM ham bo'lishi kerak. CRM men buni o'zi bilan ham CRM qilganman, Replit bilan. Xudo xohlasa keyingi safar hammasini chiqarib qo'yaman. Keyin yaqinda boshqatdan domenga proyekt qo'yishga ko'rsatib boraman.